Assalomu alaykum barchaga. Quyidagi kun masalasi yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, Diyorbek 4 kunlik ovqat tarkibida glyukoza miqdori berilgan. Mana shu glyukozaning to'liq va chala parchalanishi natijasida 39.800 kilojoule energiya ajrab chiqqan. Chala parchalangan glyukoza massasini hisoblang. Demak, bu masalamizda dastlab 4 kun davomida e, parchalangan glyukozani mol topib olamiz. Demak, birinchi kun 765 gramm glyukoza parchalangan. Agar uni 180 ga bo'ladigan bo'lsak, 4,25 mol glyukoza birinchi kun hosil bo'lgan, ya'ni parchalangan. Ikkinchi kun 1395 gramm glyukozani parchalangan bo'lsa, demak bu 7,75 mol glyukoza parchalangan bo'ladi. Uchinchi kun demak 1620 gramm glyukoza parchalangan. Taxminan 9 mol bo'ladi. To'rtinchi kun buni mol berilgan. 9 mol glyukoza parchalangan. To'rtinchi kun ham. Demak, jami parchalangan glyukoza molekulasini hisoblaydigan bo'lsak, 30 mol glyukoza disseminatsiyada parchalangan. Demak, bizda savolimizda chala va to'liq parchalanish bo'lgan. Biz chala parchalanishni x, to'liq parchalanishni y deb olamiz. Demak, parchalangan glyukozalarning yig'indisi 30 mol va bu glyukozani parchalanishidan 39.800 kilojoule energiya ajrab chiqqan. Demak, qaysi energiya ekanligi berilmagan. Jami energiya bo'lsa ketamiz. Chala parchalanishda 200 kilojoule, to'liqda 2800 kilojoule energiya chiqadi va buni 39.800 ga tengimiz. Bu yerda ikki noma'lum sistema kelib chiqadi. Demak, tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, bu yerda x 17, y 13 chiqadi. Savolni oxirida chala parchalangan glyukoza massasini hisoblash kerak. Demak, biz chala parchalangan glyukozani x deb olganmiz. Demak, 17 mol glyukoza parchalangan bo'lsa, uni 180 ga ko'paytirsak, massasini beradi, ya'ni 3060 gramm. Javob A varianti.